men slaydni beramanmi? Sizdan demonstratsiya ekrani bo'ladi. Aha. Ko'rasizmi, Aziz, mana bunda misol ko'rsatdim, rasm, surat. Aziz, ko'rasizmi? Mikrofon qilsang, evet bo'laydi. Aha. Mana bunda nima nashirlamiz sen mana bu suratlar bilan. Mana qarada, suratlarni qarada ayting sen, nima setmoqchi bo'ladi? Dürüst, muzika. Mana siz sizlarni gitarani o'rganish bo'lsa qishlarib beradi. Muzika tinglovchilar bilan so'raydi. Mana naushniklar bilan tanisa keladi. Eshitmayman Aziz. Xotin bilan ermi? Dasha, Mana общий картина uchun sen bir narsa ayta olasizmi? Mana narsa men хочу сказать, mana temasi, narsa keladi temasi. Muzikani yoritishi, muzika bilan shug'ullanishi bir oyda. Misol uchun mana bu rasmni bersam, ikkinchi suratni bersam. Aytaymi, mana qaysisi senga bo'li interesno, qaysisi bo'yicha sen mana bu ko'ruvdan ko'pmadir fikr yuta olasan. Musulmonmi или musulmonmi? Sırada mana aytasiz, mana bunda вот какая-то тема var. Mana bunda Aziz. Ага. Ну, Aziz, забегая вперед, baribir bilan что mana sen anlading, что biz mana bunda qarab, ko'proq anglashamiz, bunda ko'proq temani topa olamiz. Shu mana bunda tekstga qaraganda. O bu kunda современный turmushning problemasi, o переход из системного мышления в зрительных образов. На самом деле, что нужно сказать, когда bizim mana suratda bir narsada yo'q. Bu просто jilgan suratlargina. Bizim bu kunda современный kishini turmushi shakllangan, что ularni просто o'ylamay, u просто tutadi, любой rasmga nimadir подсмысл beradi. Birinchi rasm bergandan so'ng ular o'zi tema o'ylab chiqara boshlaydi. Просто biz shunga o'ylangan. Bizim mozg narsaga shunga o'ylangan. Mana g'ayibli bizim sotsial shetlardan birinchi siratda mana g'ayibli Instagram, bizim постоянно фотографиялар, biz постоянно лайки, bizim постоянно barmoqlar like aylangan. То есть bizim shunday problem bor. Bizim bugungi kunda современный turmushda kishining mozgda bara o'zgarish bor. Biz o'zgarish o'quvdan tugul, narsalar anglaudan tugul, kimdir narsalar suylagandan, narsalar anglab turgan tugul, ko'rdik, сразу javob chiqaramiz. Ko'rdik, javob. То есть biz o'ylab turmaymiz, просто уже biz o'ylangan shu zrительный образ bilan ishlayveramiz. Так вот, социаль shetlarga kelgan vaqtda bizim bugungi kunda современный turmushda настолько o'zgargan, sotsial shetlar настолько bizni o'zgartirib bitirdi. Hatto 1997-yildan boshlab, bugungi kunga qadar bizim ko'zning buzilishi, то есть ko'z buzilib, 35% bizim ko'z buzilgan bor bizda. 35%. Mana bizga aytadilar, что ko'plarida новости aytadilar, что вот yo'q, telefonni qo'llangandan ko'zlari buzilmaydi, bir narsa yo'q. На самом деле бар. И siz bilasiz, что bugungi kunda sotовый kompaniyalar, telefon chiqaruvchi kompaniyalar, alar мощный kompaniyalar, которые bugungi kunda shu butun yer sharida основной торговый не bo'lib turmaylar. Alar, конечно, само собой, bu aybirni o'zlari lobbировать etadilar. Aziz, sen что-то yo'qqa ketding boy. Aziz. Telefonim Aziz, shunday moment bor, что mana bizim bugungi kunda telefonlar, sotsial shetlar uni bilaydilar bizga. Birinchidan, o'zga bilan yolg'on odam. Ikkinchidan, mana sen bilasan, что bizim mikrovolновой pech, mana mikrovolновой pech haqida ko'rsam, mana mikrovolновой pech. U ishlaydi, qisqa do'qonda bir joy. U ishlaydi 1'de 2'de 400 MHz частотасында. Telefonlar şeyler 1'de 800'den alıp 2000'de 700 GHz частота работает şeyler. Mesela влияние. Şu vakitte, mesela aytasizlar, bugungi kunda psixologik olgan vaqtda 3 turli faktor var. Bir satla narsissizm, когда kişinin обязательно fotoğrafya qo'yasi keladi o'zin. Fotoğrafya qo'yasi keladi. İkincisi benim синдром мнимого звонка и мнимого там что-то там намакенда. То есть тебе кажется, как у тебя как будто сообщение келген, как тебе кажется. И как будто сен шалтыратқан арқылы. Ол шындай прям шири бар, да? Üçüncüsü var, зависимость
Smartfonu deb ataladi. То есть социальный bir biz зависимыйga ketdi. Курпатов degan kishi bor, qararsan обязательно kerak bo'lsa ham прям sizga даже ссылкасын qo'yarman ma'qul. Курпатов degan bek aytgan kishi bor. Ham u bek мощныйgina ne yasadi, doklad yasadi. Agarda mumkin bo'lsa Leyla Rafakovna men shu videoni bir Instagram qo'ysam, siz nechta bo'laysiz? Для общего. Или so'ngroqmi? Yo'q, sizda vaqtimiz bor, qo'ya olasiz. Mening vaqtim bor. Menda albatta sizni maqsadasi keladi. Bek мощный kishi bu как раз Татарстан prezidenti Rustam Nurg'ayev o'tiradi. Unda ham Sberbankning o'tiradi. Tovush eshitmasa aytirsin meni. В какой ситуации оказались нынешние молодые люди, которые занимаются программированием нашего своего... Eshitadimi? Алло. Eshitdi. мозга в ситуации, когда мы имеем гиперинформационную среду и как это сказывается на их мышлении. Первая вещь, самая неприятная, которая связана с подавлением работы дефолт-системы мозга. Видите, Эшли Чен, это исследовательница, которая показала, что те 3 системы, про которые я вам рассказываю, являются антагонистами. В тот момент, когда вы активизируете сеть появления значимости и центральную исполнительную сеть, дефолт-система, ответственное за мышление, подавляется. Напротив, когда подавляется центральная исполнительная сеть появления значимости, дефолт-система активизируется. В ситуации, когда вы потребляете контент постоянно, у вас активна центральная исполнительная сеть, значит, что энергия в вашу зону мозга, отвечающую за мышление, не поступает. То есть, по сути дела, ваш мозг впадает в спячку. Поэтому не надо удивляться, что люди, которые не вылезают из Твиттера и Инстаграм, редко включают голову. Мыслят... Так, anladыңызмы? Eshitilamsan Aziz? Bizda mana sotsial shetlarlar, ular bizni mo'zni tindirib qo'yadi. Потому что biz obrazlarni ishlaymiz. Biz просто qaraymiz uni rasmni. Bugungi kunda ichida bo'lsa bizning bor eksperiment bor, inshaalloh bilan ham internetda turishlar. Biz просто telefondan bir qilib olib. Bizim bu eksperimentning o'zimizda biz ko'rdik, bizim bu qatnashishda bolalarning uyqu sifati ko'tarildi. Даже biz bir oydan so'ng kelib telefonlarni olamiz degan shu vaqtda mana olimpiada kimni telefonni oldik, olimpiada kirib ketgan bolalar bor. Shular kelib bizga zinhar uchun telefonlarni kelishib olib, bizga bu по-моему zararlar uchun telefon bilan bo'l degan so'zlarni aytdilar. Shu в частности Gadel Nuriyev kelib aytdi o'zi. То есть именно bola bilan shu bilan bir eksperimentni bitirgan masala. Bizning masala ne to'shqira. Bizda problema narsa основной ayber eksperimentni. Обычно секунд. Bizning ko'pchilik hozirgi yosh bolalar не знают среду обитания без телефона. Ular знают среду обитания с телефоном. А вот на телефонсыз обитание, вообще mana вопрос ko'z oldiga keltirmaydi. Просто bilmaydi. Bilammi ekan ular, yo'qmi ekan? Shunga mana mening o'ylamimcha, mana eksperimentning eng top maqsadi bo'ldi, bolalarni shu sirlarga kiritib qarab ham ko'rgan. Mana ular qarorlar shitdan qarorlar. Shitdan nishmi ekan? Да, ular mana kunda ko'radilar, что internetda o'tirgan bolalar постоянно telefonda o'ynab o'tiradilar. Men ulardan qilmagan so'radim. No, nechuk siz shitdan ko'rinasiz? Mana telefonda o'ynab o'tirgan misol uchun qolgan bolalar. Da, shunaqta bu qiziq ekan, da, bu shunaqta tinchtirli ekan. Siz ishingiz o'zingiz o'ynarmada ular ko'rmaydingiz. Biz ana mana shunday yig'ilib eksperimentalni ebrlarni. Shu vaqtda telefonga kelgan vaqtda G'azizning bir so'zini to'plab aytib, telefonlarni durust tutabilar kerak. Durust qo'llanabilar kerak. Amerikada, Angliyada misol uchun Buyuk Britaniya 9 yoshda to'lgan shaharda bolalarga запрещают telefon bilan o'ynashni. Sensorli telefonni запрещают. Amerikada bugungi kunda yildan yil orta yo'naltirib приложениялар, bu ATM'lar orqali ishlanadigan приложениялар, oyda bular социальная активность и вообще активность telefondan qarorlagan edi. Biz bolalarning kontrollab bo'la aktivnosti. Biz bular to'g'ri tekshiriladi. Bizda Rossiyada пока boyalar хромает, bizda просто выбросили информацию, nega butun texnikani выбросили, nega ishlar qilgan и дальше shu bilan yashaylar. Sening bunda savollar bor edi. Do'stlar yo'q deb yozgan semanda. Na samom деле mana sening savollar bor. Agar do'stlaring yo'q ekan, sizlarning ishlar yordam etadi. G'aziz, bizim do'stlar bor, atish.
Biz introvertlарға тиіш түгел, интроверт болған шақта да біздің достар бар, біз живой общение боларға тиіш. Сен айтасың, бір фәндеріне кіріп, аңларға группаларда. Да, әлбәттә, сен группаға кіріп, аңларға тиіс фәндеріне, только в том случае, егер сен китапта берілген материалға сеңа нәрселер жетмеген сұрақтағанда. Но зачастую біз даже кіріп та тұрмаймыз. Элементарно біз алабыз ГДЗ, я башқа жерден просто алабыз, тупо выбрасываем информацияны. Шундай проблемалары бар. Ну, телефонның, и самое главное, телефонның основная задача ол шалтырату еді, ғазиз. Ол ойлап шығарған вақытта именно шалтыратыш işленген еді. СМС та түгіл, социальный желілерде түгіл еді. Рафақан, мен айтасы сөздер келген шоу, основной момент ашушылар, мен тағы үстермен озаңында. Yaxşı, rəhmət. Mən də sizə sıralar əzərləb qoydum. Alarını da bilib gedərmən. Hazır sizin sıralardan cavab veru vaxtda. Mənim üçün düşündüyüm şimdi sizlər ayırmışsınız sıralarına da bilib da iqtibar etkənsində onlara da cavablar vardır, təklifləri var. Mənim sizin hazırda sizlərlə biraz birləşdirib keçəsiniz. Sizlərdən Plusların sizlerden telefonlarına kullanının, sosyal sitelerine kullanının belki biraz jiyi bırak aytırken bizning o'quvchilar için konkretno nega yaxshi yoqlari bor. Hamma do'stlar da bunu bilan biz internetda yashaymiz. Biz uni bilan bir yoqdan qarasam, do'stlar bu ağır tugul gibi deyiladi deydi. Bu shunday do'stona atmosferada yashaymiz. Bizim o'quvchilar uchun konkretno nega foydali yoqlari bor ekan. Masalan, mening sirasilar shunday. Community Talent Leonardo Ellis'ning sinovlarida menga o'zining fikrlari ekan, tag'in narsalar aytasim bor. Pluslarni to'plab aytganda u Leonardo Ellis'ning so'zini aytasim degani u aytdi, mana eshitolmay bizdan qarab ham biroqdan, lekin bola o'qituvchini qo'yib shaqta anglamay, ona o'zini olimpiadasi uchun kerak bo'larmi? Ham shunday vaqtda mana shu sotsial shelterlar, shu gruppalar bo'lishadi, chunki GDZda qarabgina olimpiada ishib bo'lmaydi, unda qizadashlar bo'lmaydi. O'qituvchilarni anglab o'tirib bo'lmaydi. Bolalarning problemasi orqasida, o'qituvchining problemasi orqasida bo'ladi. Shunday vaqtlarda ularga mana shu saytlar bo'lishadi endi. Ham do'stlar bo'yicha aytasim kelgani, mana bir живой пример deyman. Bir shunday tanilg'ana yasharasina bir bloger deyik bor. U Rossiyaga kelgach, Ispaniyada onun do'stlar bo'lgan klassida men shuni uchun u o'zini kishilardan vнимание chekmagi orqasida u TikTok degan sotsial shelterda akkauntdan ishlagan. Ham shunda просто videolar qo'yib borgan. Shulay deb ana bir moment bu videolari tezgina populyarlasha boshlaganlar ham hozirga u 3,5 million tirasilik подписчигі бар аның. Do'stlar bilan deybat, shuni aytasim kerak. Mana gimnaziyaдағы bolalar uchun shu aytgan endi sotsial shelterlardan shu saytlardan kirib bilim olib bo'lar. Ham sholtiratu bo'yicha aytasim kerak. Sholtiratganda unda o'xsha oladi deyasim kerak. Ol o'xshalar internetdan o'xshada olmay ham например kishiga sholtiratdim, u olmadi. Telefonni so'ngan bo'lgan, yana vaqt olmagan. SMS yozganda sen SMS yozasan, ularga kelgach endi yo'qolmaysa, keltirishar shuni SMS-i bo'ldi. Ham kishini потомda kirib qaraylar, shu yoqlab yashayotgan aytasan kelgani. Mana pamять yağından ben Leonardo bilen согласен deyik. Hazır bu bağlar unutarlar bir kuvvetini. Lakin
bunday ishroqlarda mana bu saytlar bo'lishadi. Просто bolalarga shunday kontrol kerak. Aytdilar sayt deb bolalarning mini sotsial shelterlarda ko'p o'tirgani ko'rinadi. Mana shu bir Rossiyada da bo'lsa büyük yaxshi bo'lar, anilar shunda, bolalar shunda ham bo'ldi. Shu. Rahmat Aziz, rahmat javoblaring uchun. O'zimning javobimni, o'zimning savolimga sendan javob eshitdim, rahmat. Ham hozir endi Leonard Nailovich, sizga da savollarim bor edi. Siz bunda o'tirdik. Razizim,